bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bu to'g'ri arzimas sovg'adir, lekin chin ko'ngildan tayyorladik. Bu shaxsan o'zim tomonidan alohida yozdirilib, mana qarang, har bittangiz uchun tilak. Buni albatta o'qing, erinmang va bu daftar doimo sizni xuddi onangizga, dugonangizga aytolmagan daftar bo'lsin-da, bunga ayting. Va buni asrab qo'ying, bir umrlik. Menda ham hozirgacha turadi bunaqa daftarlar juda ham ko'p. Qachondir o'qiganingizda meni eslaysiz. Tushunarli? Xohla, endi bu albatta siz sirlaringiz emas, o'zingiz shaxsiy daftaringiz bo'lishini xohladim. Kitob olmoqchi edim, kitob kimlardir o'qishmaydi deganiga eng yaxshi tanlovni mana shu noutbukka tanladik biz. Xo'p, va qizlarda o'zimda shunaqa bo'lgani uchun hammani shunaqa nazarda tutamanmi bilmadim. Albatta narsa yopishtirib, nakleykalarsiz bu kundalik tasavvur bo'lmaydi va guldek ochilib yurishinglar uchun har bittanglarga alohida gulli nakleykalar oldim, yozib, albatta yozing. Buni yozib, hech bo'lmasa ilm yo'lida, bilim yo'lida nimadirdan foydalansangiz, albatta savobi menga, ota-onamga tegadi. Sizlarni rosa ham yaxshi ko'raman. Har doim shunaqa guldek ochilib yurishinglarni tilab qolaman. Xo'p, Nozima keyin siz ham mana qo'yingizmi? Videoga olmayman-da, ovozlari tushyapti. Orqasidagini albatta o'qing. Malades, Nozima opasi shunchalik olib berib bularni. Nozima opasiga darslarim bor, o'zimning qo'shimcha darslarim ham bor. O'shaning uchun ertaga vaqtimiz bo'lmay qolishi mumkin. Yoki bo'lmasa ingliz tilidan qo'yishlar ingliz tilidan boshqa narsalarga shug'ullanib ketmasin deb ertaga vazifalarimiz bor-ku deb, to'g'rimi? Anaqa bugun eng yaxshi vaqtidir. Tabriklab oling. Xo'p, o'chirasan bitta